Restoran, arenda biznesi bilan shug'ullanaman degan aka-ukalarimiz uchun stullarni arzon joyini topib qo'ydim. Materiallari ham juda ham zo'r, ko'ryapsizlar. Medalyon fason deydi ekan. Materiallari ham o'sha zo'r, kraskalari ham zo'r bo'ladi. O'sha qarashkovoy deyiladi. Umuman ko'chmaydigandan bo'ladi. Stolni alohida olaman deganlar uchun 350 ming so'mdan olsalang bo'ladi. Ko'ryapsizlar, har xildan bor. Bularni stollari 215 ming so'mdan olsalang bo'ladi. Uzunchoqroq ishlangan ekan. Mana bu joylari juda ham chiroyligina qilingan ekan. Bundan tashqari mana bu ko'rishlaringiz mumkin. O'sha korona fason deyiladi. Mana milliyliklarni ham uyg'unlashtirib olgan ekan. Do'stlar, buni отдельно stollarni oladigan bo'lsangiz 185 ming so'mdan ekan. Xohlagan ranglaringni olaverasizlar, 185 mingdan tanlab olishlaring ichida. Bularni o'sha lola fason deyilar ekan. Ko'ryapsizlar, bu ham o'sha zo'ridan bo'ladi. Materiallari yaxshi, kraskalari o'sha qarashkovoy deyilar ekan. Xudo xolasa, narxlari 185 ming so'mdan. Bu yoqlari mana 190 mingliklari bor, 150 mingliklari bor, har xillardan bor. Xonadonlar uchun hammasiga topsalang bo'ladi. Narxlari atigi 105 ming so'mdan boshlanar ekan. Ko'proq olganlarga dastlabkilar kelishilar ekan. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Komintern, ekran pastida nomerlar bo'ladi, bog'lana olasizlar.